meva sabzavot bilan shug'ullanadigan akaxonlar chet elga eksport qilish xohlasanglar, birinchi o'rinda nima kerakligini bilmoqchi bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa sizlarga batafsil tushuntiramiz. Ushbu binoyimizda 9 ta kamera bor. Bu joydagi akaxonlar Turkiya bilan ishlashadi. Turkiyaga malina, qulupnay, gilos, uzum, shunga o'xshagan narsalarni eksport qilishadi. Sizlar ham shunaqa eksport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, ketdik. Qani, ichkarida hozir batafsil ko'rasizlar, nima bor, nima yo'qligini. O'rtoqlar, ko'rib turganlaringdek, mana shu joyi turk akaxonlar 5-4 yil oldin qurib bitkazib berishgan ekan. Bu yerda vakuumli qilib saqlaydigan qilib berishgan ekan, vakuumli bo'lgan ekan. Hozir biz bu yerni rekonstruksiya qilib, boshqatdan -20 gradusga tushadigan shoka morozilkalarni qilib beryapmiz. 4 ta shoka morozilka bo'ladi, bitta 0 gradusga tushadigan uzum saqlash uchun xolodilnik bo'ladi. Gilos, qulupnay, malinani muzlatib eksport qilishar ekan. O'rtoqlar, ko'rib turganinglarda juda ham neobычный qilib montaj qilingan, joylari juda ham zo'r ekan. Biz bu yerga дополнительный UKS kompaniyasini isparitel konditsatorlarini qo'yib, -20 gradusga tushadigan qilib kameralarni rekonstruksiya qilib beryapmiz. Ko'rib turib, mana yaqinroq olib kelib ko'rsatasiz. Ko'rib turganinglardek, oldingi montajida vakuumli qilib, mana bunaqa isparitellar o'rnatilgan ekan. Hozir biz shoka morozilka, ya'ni -20 gradusga tushadigan muzlatgich qilib beryapmiz. Bu yoqqa o'tamiz. Ikki etajda полностью sxemalarni ikki etajga ham chiqib ko'rsatamiz hozir. Do'stlar, ko'rib turganinglardek, vakuumli bo'lganligi uchun juda ham akkuratni qilib montajlarni qilishga ancha yildan beri Turkiya bilan ishlashar ekan. Hozirgi kunda bu akalarimizga -20 gradus kerak bo'lib qolib, bizga murojaat qilishdi. Hozir ham bu yerda Shuin kompaniyasining sentralniy agregati turibdi. 3 ta agregatni sentralniy qilib, bir vaqt o'zida ishlaydigan qilib berishgan ekan. Oldin bu yerda 3 ta agregat o'zi 9 ta xonaga bemalol yetib turgan, faqat plus 2-3 gradusga tushirib bergan xolos. Hozir biz endi -20 ga tushirish uchun alohida katta agregatlarni olib kelib o'rnatyapmiz. O'rtoqlar, ko'rib turganinglardek 5 ta agregat qatorasiga qo'ydik. Har bitta kameraga alohida bittadan qo'yganmiz. Sababi bizga -20 gradus kerak. Uzumzorga baho beringlar do'stlar, uzumzorga. Kattaligini qaranglar uzumzorni. Mashitdan pishgan uzumlarni to'g'ri xolodilnikka olib kirib, saqlab Turkiyaga eksport qilishaverar ekan. Akaxonlar, sizlar ham eksport bilan shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, bizga murojaat qilinglar. Biz sizlarga chotki qilib kamerani qurib beramiz. Xolodilnik kameralarni bemalol mevangizni saqlab, butun dunyoga eksport qilaverasiz.